Salom do'stlar. Bu Aleksandr Tkachenko. Va bu videoda men sizga Royal Xalq xizmatidagi natijalarni ko'rsatmoqchiman. Kecha taxminan shu vaqtda, biroz keyinroq, bizning vaqtimiz bilan ertalab soat 7 lar atrofida, men Royal Xalq xizmatida tezkor vazifani qanday boshlash haqida video ko'rsatma yozib oldim. Ya'ni Telegram kanaliga obuna bo'lish. Endi mos ravishda keling, hozir tahlil qilamiz, hisoblaymiz, biroz raqamlarga qarab chiqamiz. Ya'ni men bu yerga $100 qo'ydim. Aniq 10 mingta ko'rsatish va hozir ko'rib turibmiz, 9067 ta qoldi. Demak, bu qancha bo'ladi? 1900 dan kam, ya'ni taxminan 970, qo'pol qilib aytganda. Aniqrog'i xizmatda taxminan 960 ta to'lov amalga oshirildi. Avtomatik to'lovlar. Keling, Telegram kanalining o'zida qancha pul olganimizni ko'rib chiqaylik. Keling, statistikaga murojaat qilaylik. Xo'sh, aslida biz bu yerga qarashimiz mumkin. Bu 2561 ning 25-yili edi. 26 uchun biz allaqachon 3398-yilni ko'rmoqdamiz va negadir 27-yil uchun hali statistika yo'q. Bilmadim, ehtimol bu yerda vaqt boshqachadir. Men hozir Filippin vaqti bilan ishlayapman. Shuning uchun Moskva bilan vaqtimiz 5 soat farq qiladi. Va bu yerga qaraylik. Bu yerda biz obunalarni ham, obunani bekor qilishni ham ko'ramiz. Mana mayning 25-kuni haftadan boshlanishi. Ehtimol hozir Filippin vaqti emas. Xo'sh, keling, shunchaki qaraylik. 26-may, hatto u yerda bir necha tiyinni ham tashlab yuboraylik. Va mana biz ko'rib turibmiz. 26-kuni bir kunda 1016 kishi ro'yxatdan o'tdi va 179 kishi obunani bekor qildi. 27-uchun hali statistika yo'q. Ya'ni men buni 5 soatdan beri boshdan kechiryapman. Aytaylik, xuddi yangi kun kabi, lekin shu vaqt ichida Telegram kanalining o'zida hali statistika yo'q. Bu yerga. Xo'sh, shunga qaramay, hatto bu ham ko'p narsani anglatadi. Ya'ni 1016 imzolangan, 179, taxminan aytganda, obuna bekor qilingan. Javoblarning 17% obunadan voz kechgan. Demak, u yerdagi xato chegarasi plus-minusga teng. Odamlar qancha ko'p obunaga ega bo'lsa, obunani bekor qilish darajasi shuncha yuqori bo'lishi mumkin. Balki ba'zi eskilari obunani bekor qilgandir. Chunki bugun men kun bo'yi tinimsiz ishladim va juda ko'p postlar, juda ko'p video ko'rsatmalar mavjud. Va juda ko'p marta post qoldirsangiz, har doim ko'proq obunani bekor qilasiz. Chunki hamma ham tez-tez postlarni yoqtirmaydi. U yerda kuniga 1 yoki 2 tasi yaxshi, lekin 5 tadan ko'p bo'lsa, endi yaxshi emas. Shuning uchun har doim ko'proq javoblar mavjud. Bu yerga, ya'ni oddiy kunlarda ehtimol bu ko'rsatkich pastroq bo'ladi, ammo shunga qaramay, taxminan 1000 ga yaqin. Agar qancha to'lov amalga oshirilganiga qarasak, ya'ni 1016 minus 179, biz hech qanday kalkulyatorsiz qisqacha nazar tashlaymiz. Bu taxminan shu yerda to'lov bilan taqqoslandi. Agar siz oldingi videoni ko'rsangiz, men aynan 10 mingta ko'rsatishni qoldirganman. Bu yerga $100 yuklaganman. Mana biz $88.88 ko'ryapmiz. Va ko'rsatishlar soni 9067 ta ko'rsatish qoldi. Ya'ni taxminan 930 tasi to'langan. Bu vazifalarning 930 tasi. Bepul buyumning narxi aslida 1 sent. Bu yerda o'rnatilishi mumkin bo'lgan eng kam miqdor. Men uni o'rnatdim, ammo natija bor. Bu bir kunda deyarli 1000 obunachi degani, do'stlar. Bu juda ajoyib. Ya'ni biz bu yerga masalan tarixga o'tishimiz va ushbu tarixni ko'rib chiqishimiz mumkin. Bularning barchasi avtomatik ravishda qanday ishlashini ko'ramiz. Mana to'langan holat, muddati o'tgan holat, Shunday qilib, kimdir biror ishni boshlaydi va uni bajarish uchun jami 11 daqiqasi bor. Va aslida odam buni qilmadi, yoki chalgib ketdi va biror narsa qilishga tayyorlanish uchun juda ko'p vaqt oldi. Umuman olganda, bunday oddiy vazifani bajarish uchun 11 daqiqa yetarli. Mana yarim daqiqaga undan ham kamroq, Biz uning qachon boshlanganini ko'ramiz, Holat muddati tugagan, holat mos ravishda muddati tugagan. Mana pullik holat, ya'ni hamma narsa to'liq hujjatlashtirilgan. Va qarang, bu yerda 148. Xo'sh, juda ko'p sahifalar. Va bu butun hikoya, hamma narsa, bu butun ma'lumotlar bazasi. U saqlanadi va biz bu yerda sodir bo'lgan barcha narsalarni ko'rib turibmiz. Ya'ni siz uni ko'rib chiqib tahlil qilishingiz mumkin. Lekin bir tiyinga ham biz bu yerda hech narsani chuqur o'rganmaymiz, hech narsani tahlil qilmaymiz va tahlil qilmaymiz. Bu yerda juda katta miqdordagi ma'lumotlar mavjud, ya'ni deyarli 1000 kishi, Mana 1453 ta qurilish tugallandi, ammo 1000 dan kamrogi uchun pul to'langan. Bu qanday ma'noni bildiradi? Taxminan 3 dan 1 qismi tugmani bosishni, vazifani o'z zimmasiga olishni o'z zimmasiga oldi va aslida 11 daqiqa davomida hech narsa qilmadi. Xo'sh, ular yo qat'iy rad etishdi yoki hech narsa qilishmadi. Xo'sh, yana uni olgan odamlarning ma'lum foizi bor. Shuning uchun aslida kanalni obuna bo'lganlardan ko'ra ko'proq odam ko'rgan bo'lishi mumkin. Aslida biz $10 dan kamroq, ya'ni $9 va 1 tiyin to'ladik.
Menimcha bu mutlaqo bepul, juda arzon va eng foydali variant, chunki bu biznes auditoriyasi, qandaydir tarzda biznes qiziqishlari, tarmoq marketingi, onlayn biznes, ya'ni internetda rivojlanayotgan barcha narsalar bilan bog'liq auditoriya ekanligini hisobga olsak. Bu juda foydali. Keling, sayr qilib qaytaylik. Aytgancha, biz songi harakatlarga o'tishimiz va shunchaki varaqlashimiz mumkin. Ha. Bu yerda gap mana shu. Ya'ni bularning barchasi qanchalik zich ekanligini ko'rasiz. Xo'sh, kuniga deyarli 1000 ta shunday muloqot, do'stlar. Ya'ni bu shunchaki ulkan, aqldan ozgan raqamlar. Xo'sh, siz bunday natijalarga boshqa yo'l bilan erisha olmaysiz. Keling, orqaga qaytib, shunchaki bir ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, ular ertalab soat 2 da, deyarli 3 da, tom ma'noda 166 marta ko'rilgan post joylashtirdilar. Ha. Endi 5 ta va ba'zi o'zgarishlar. 2 soat oldin. 2 soat oldin allaqachon 166 ta ko'rish bor edi. Mana keyingi post 165 marta ko'rilgan. Xo'sh, menimcha bu juda ajoyib. Mana video doira 107-155. Mana 727, mana 700 ga yaqin, mana 700 ga yaqin. Xo'sh, menimcha bu juda ajoyib ko'rsatkich. Nafaqat oxirgi yoki oxirgi postdagi, balki on post avvalgi postlardagi ko'rishlar soni bo'yicha juda ajoyib ko'rsatkich. Ya'ni ular qiziqish bildirmoqda. Ya'ni juda ko'p odamlar, taxminan 600-700 kishi kamida avvalgi ma'lumotlarni ko'rib chiqishgan. Oddiy kunlarda esa odatda 100-200 ta ko'rish bo'ladi. Eng yaxshi holatda 300, to'g'rimi? Bu yerda esa biz ko'ramizki, ko'rishlar ham, faollik ham ancha oshgan. To'g'rimi, ba'zi joylarda 60 ta like bor, ba'zilarda undan ham ko'p. Darhol ko'rinib turibdi, auditoriya faol, shuni aytish mumkin. Bu esa albatta quvontiradi. Xullas, men kimlar obuna bo'lganini tarixdan ko'rib chiqdim. Aytgancha, men ko'p odamlarni juda yaxshi bilaman. Ularning ba'zilarini bilaman. Men u yerda 5 yil yoki undan ko'proq ishlaganman. Ha. Va odamlar hali ham men boshqaradigan kanalga obuna bo'lishmagan. Va men ularning u yerda qolishini tushunaman. Ya'ni bular men vaqti bilan muloqot qiladigan odamlar. Ya'ni u yerdagi ko'p odamlar menga shaxsiy xabarlarda savollar yozishadi. Men u yerda ham shunday odamlarning ba'zilarini ko'rdim. Ha. Albatta men u yerda 1000 ta odamni ko'zdan kechirmadim, lekin shunchaki qiziqib, ko'zim tushganlarni ko'rdim. Ya'ni bu haqiqiy, jonli maqsadli auditoriya, ya'ni biznesga qiziqqan odamlar, qandaydir loyihalarni rivojlantirayotganlar yoki aynan Royal Hawk servisda rivojlanish uchun kelgan odamlar. Ba'zilarining yaxshi jamoalari bor va men bu odamlarning ayrimlarini yaxshi bilaman, do'stlar. Shuning uchun bu pulga bunday imkoniyat juda zo'r, juda ajoyib. Ha, ehtimol, kelajakda narx oshadi, chunki reklamachilar ko'payganda, biz reklamachilar o'rtasida raqobat paydo bo'ladi va, tabiiyki, ajralib turish uchun narxni biroz ko'tarishga to'g'ri keladi. Shunda bizning topshiriqlarimiz birinchi bo'lib bajariladi, shunday deyish mumkin. Lekin bu bosqichda reklama beruvchilar uchun bu juda ajoyib, chunki hali reklamalar unchalik ko'p emas va siz juda minimal narx belgilashingiz mumkin va siz allaqachon kuniga minglab obunachilarga ega bo'lasiz. Ya'ni menimcha bu juda ajoyib. Do'stlar, bunday bema'ni pul evaziga kuniga 1000 ta obunachi. Bu yerga. Shuning uchun iloji boricha arzon va foydali bo'lgan paytdan foydalaning. Aytgancha, ko'p odamlar hozir shunchaki bu vazifalarni bajarmoqdalar. Chunki bu shunchaki qiziqarli. Ha, hamma narsa endi boshlamoqda. Faqat hozir shakllanish jarayoni boshlanmoqda. Darhaqiqat, kecha rasmiy to'liq start bo'ldi. Allaqachon 25-kuni. Ha. Va shu paytdan boshlab barcha asosiy xizmatlar, vositalar, aniqroq xizmatlar, do'stlar ishga tushirildi. Shuning uchun biz eng boshida turibmiz va shuning uchun bizda endi eng yaxshi narxlar va eng yaxshi natijalar bor, do'stlar. Hammasi. Barchaga ajoyib natijalar, katta foyda va katta jamoalar tilayman. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar.